Opa, haliyam tayyormasmisiz? Tez kiyining. Ki ukajon tinchlikmi? Ha, men niyat qilgandim. Qachon jiyanimda to'yi bo'lsa, tog'a sifatida medalni o'zim olib beraman degandim. Ha, qani yuring, ketdik. Uka, shuncha yordam qilyapsan. O'zi sendan ham ancha qarz bo'lib ketdim. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Ukajonim rahmat. Uyga borgani ham kelinni oldida juda xijolat bo'lyapman. Kelin ham meni yomon ko'rayotgan bo'lsa kerak. Qarz? Qanaqa qarz, opa? Opa, aslida men sizdan qarzdorman. Dadam ikkalangni o'qitishga sharoitim yetmaydi deganlarida siz, dadajon, ukamni o'qiting. Ukam menga bir umr suyanchiq bo'ladi degan gapingizni hech qachon unutmadim, opa. Qolaversa, ana shu keliningiz bir paytlar meni o'qishim uchun, kamroq yeganingiz uchun, kamroq kiyganingiz uchun hozir eng zo'r kiyimlarni kiyyapti. Eng zo'r sharoitda yashayapti. Opa, uni sizga bir so'z deyishga, sizdan xafa bo'lishga haqqi yo'q. Qo'ying u gaplarni, tezroq kiyining. Yangi uyda ildiz otib bo'lmaguncha, borgan joyda toshday qotib o'rnaguncha, farzandlari yerda yurib o'ynaguncha